Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi bir qancha soat darsimizda biz oddiy kasrlar bilan tafsili tunishib chiqdik. Unda esa bu soatlik darsimizda biz o'nli kasrlar bilan bir tunishib chiqaylik. Unda esa matematikada qanday makhraj 10 ning musbat butun son quvvati bo'lgan ratsional sonlarni biz qanday o'nli kasr deb ataymiz. Unda esa bu aniqlamaga yana bir qarab boqaylik. Makhraj shundami? Biz qanday kasr sonlarni yozishni o'rgangan. Kasr son degan qanday bo'ldi? Ikki butun sonning nisbiyligi bilan yozg'ili bo'ladigan, ya'ni ifodaligi bo'ladigan bu xil shakldagi ifodani biz nima deydik? Kasr deb ataydik shundami? Unda esa buni kasr siziqi ustidagicha surat, ostidagicha makhraj deb ataydik. Yana qanday A bölüngichi shundami? Ustidagi, ostidagi B-chi bo'lgichi. Unda esa B qanday bo'lmaydi? B 0 ga teng bo'lmaydi. Chunki matematikada bo'lgichi qanday 0 bo'lib qolsa bo'lmaydi. Unda esa 10 ning musbat butun son quvvati bo'lgan. Musbat butun sonlarni o'rgandik, shundami? 0 dan cho'ng bo'lgan butun sonlar. Unda esa quvvati bo'lgan ratsional sonlar. Quvvati bu matematikadagi nihoyat muhim bir mazmun. Biz buni tafsiliy so'zlaymiz. Unda esa quvvati degan nima degan gap? Masalan, barliq butun sonlarning 2 deb bir son yozdim. 5 deb bir son yozdim. Barliq butun sonlarning qanday quvvati 1. Biz qanday buni ustiga mushta 1 deb odatda ba, lekin biz yozib o'ltirmaymiz. Onda bo'lsa, masalan, qanday 10 ning musbat butun son quvvati deb tushunammi? Men bir 10 ning quvvatlarini yozib boqay. Masalan, 10 deb bir son yozdim. Unda bu bir butun son. Butun son nima dedim bayatdan? Quvvati 1. Barliq butun sonlarning quvvati 1. Unda 10 ning qanday birinchi quvvati yana nechaga teng bo'ldi? 10 ga teng bo'ldi. Shundami? Unda agar 10 ning ikkinchi quvvati bo'lib qolsa-chi, shundami? Bu yerdagi 1 2 bo'lib qolsa-chi, bu qanday 10 ni orqa-marqa 2 qatim ko'paytganga teng bo'ldi. Agar 10 ning 3-chi quvvati bo'lib qolsa-chi, 10 ning 3-chi quvvati degan 10 ko'paytilgan qanday 10 ga teng. Shundami? Agar 10 ning 4-chi quvvati bo'lib qolsa, 10 ni orqa-marqa qanday 4 qatim ko'payting degan ma'noni ifodalaydi. Unda olsa qanday 10 ni 10 ga ko'paysam 100, shundami? 10 ni 3 qatim ko'paysam-chi 1000, 10 ni 4 qatim ko'paysam-chi 10,000, shundami? Unda bo'lsa qanday bu talabga uyg'un kasrlarni men bir qancha tal yozib boqay, shundami? Masalan, qanday 10 ning musbat makhraj 10 ning musbat butun son quvvati bo'lishi kerak ekan. Masalan, qanday 10 dan 3 deb bir kasr yozdim. Ya'ni-chi, masalan 100 dan 24 deb bir kasr yozdim. Ya'ni-chi, masalan 1000 dan qanday 1000'dan 365 yoki 3600 qanday 42 deb bir kasr yozdim. Unda o'zi yozgan vaqtimda qanday makhraj 10 ning birinchi quvvati, makhraj 10 ning ikkinchi quvvati, makhraj 10 ning uchinchi quvvati deb yozdim. Unda o'zi buni so'zlagan vaqtda men qanday yana bir narsa so'zlab qo'yay. Masalan, 8 deb bir son bo'lsin. Bu 8 degan bu bir butun son. Butun sonning chikiti qanday keynida bo'ldi. Masalan, 24 deb bir son bo'lsin. Bu 24 degan bir butun sonning chikiti qanday keynida bo'ldi. Agar qanday men bu 3 degan son shunami butun sonni qanday 10 ga bo'lgan vaqtimda bu keynidagi chikit qanday bir xona oldiga mangdi? Javobdan necha bo'ldi? 0,3. Mayadagi chikit oldiga kelgandan keyin biz qanday chikitning oldiga yana bir 0 to'liqlab beramiz. Unda bo'lsa masalan 24 degan butun son chikiti nerda? Keynida shunami? 10 ga bo'lsam bu chikit bir xona oldiga mangdi? 100 ga bo'lgandan keyin qanday 2 xona shundami? 100 degan qanday 10 dan 2sini qanday orqa-marqa ko'paytirish. Unda 100 ga bo'lsa 2 xona oldiga mangdi chikit, javobdan necha? 0,24. Qarab boqaylik. 3642 deb 4 xonalik son ekan shundami? 1000 ga bo'lgan vaqtimda bu butun sonning chikiti qanday 1 xona, 2 xona, 3 xona oldiga mangdi, javobdan necha? 3,642. Unda bo'lsa bularni qanday biz nima deymiz? O'nliq kasr. Masalan, do'stlar qanday 3 tal o'nliq kasr chiqdi shundami? 0,3, 0,124, 0 qanday 3,642 deb o'qiymiz. Unda bo'lsa qanday men bir qancha tal oddiy kasr yozay masalan. 2 dan 3 deb bir oddiy kasr yozdim. Yana-chi masalan 5 dan 16 deb bir oddiy kasr yozdim. Yana-chi masalan qanday 25 dan 4 deb bir oddiy kasr yozdim. Unda bo'lsa bu oddiy kasrlarni biz oldingi soat darsimizda so'zlagan shundami? Oddiy kasrni o'nliq kasrga o'zgartira olamiz deb. O'zgartirishning ikki xil yo'li bor. Birinchi xil yo'li qanday? Suratni makhrajga bo'lash, suratni makhrajga bo'lash, suratni makhrajga bo'lash. Bo'lib boqay. Masalan, shuni qanday qilma? 2 ga bo'laman shundami?
3'nin içinde 2'den birisi var. 1 kere 2 2 elbetsem neçe 1. Şundaymi? 1 2'ga yetmeydi. 2 qo'yib, qanda bölüngüchiga 0'dan 1'ni berdim. 10'ni 2'ga bölsem neçe 5. 5 kere 2 neçe 10. Elbetsem qanda 0. Onda olsa 3'ni 2'ga bölsem ne çıktı? 1,5 çıktı şundaymi? Cevaptan neçe 1,5. İkincisini bölüp bakaylı. 16'da bölüngen neçe 5. Şundaymi? 16'nın içinde 5'ten 3'ü var. 3 kere 5 15 elbetsem 1. Şundaymi? 1 5'ga yetmeydi. 2 qo'yib 0,1'imiz. 10'ni 5'ga bölsem neçe 2. 2 kere 5 10 elbetsem neçe 0. Onda olsa cevaptan neçe çıktı? 3,2. En ahırsı şundaymi? 4'ni neçeге bölgemiz? 25'ga bölüdikemi. 4 25'ga yetemdi, yetmeydi. Yetmez qanday qilamiz? 0 qo'yib, 2 qo'yib shundaymi? Miyaga bir 0 birimiz. 40'ning ichida 25 neçesi var? Birisi var shundaymi? 1 kere 25, 25 elbetsem neçe 15. 15 qanday 25'ga yetmeydi, 0 berdim. Unda olsa 150'ning ichida 25'ning neçesi var? 6'sı var. Shundaymi? 6 kere 25 neçe buldu? 150. Elbetsem neçe 0. Onda olsa 4'ni 25'ga bölsem neçe chiqadi ekan? 0,16 deb qanday bir o'nliq kasr chiqadi ekan. Men suratni mahrajga bo'lish orqali oddiy kasrni qanday qildim? O'nliq kasr qildim. Suratni mahrajga bo'ldim, suratni mahrajga bo'ldim. Unda olsa qimmat jihatdan qanday 2 dan 3 1,15 ga qanday teng. Ya'ni qanday 5 dan 16 3,12 ga teng. Qanday 25 dan 4 0,16 ga teng bo'ldi. Unda olsa biz har doim qanday oddiy kasrni o'nliq kasr qilgan vaqtimizda suratni mahrajga bo'lamdik. Qanday navbatda biz ikkinchi xil usulni o'rganamiz. Bayatdan biz qanday oddiy kasrni o'nliq kasr qilish uchun qanday suratni mahrajga bo'lib o'nliq kasr chiqardik shundaymi? Bu birinchi xil usul. Unda olsa ikkinchi xil usul qanday bo'ldi? Ikkinchi xil usulimiz qanday? Biz bu ostidagi mahrajni 10 ning qanday quvvat sonlari, ya'ni 10 ning musbat quvvat sonlari shaklida yozishga tirishimiz. Ya'ni qanday mahrajni 10, 100, 1000, 10 ming, 100 ming qilishga tirishimiz. Unda olsa oddiy kasrning xususiyati bor shundaymi? Oddiy kasrning surat va mahrajga o'xshash bir sonni ko'paysam yoki bo'lsam 0 dan boshqa qimmat o'zgarmaydi deydigan. Unda olsa men bu yerdagi 2 degan mahrajni 10 qila olamdim. Albatta qila olaman. Qarab boqayli. Osti ustiga 5 ni ko'paytgan vaqtimda qanday tigi mahraj 10, usti necha bo'ldi? 15 bo'ldi shundaymi? Biz nima dedik? Butun sonning chikiti qanday? En keyinde. Unda olsa 10'ға bölgen vaqtimda bu chikit qanday bir xona oldiga mangdi. Shundaymi? 1,5. Mana. Unda olsa 2 ni sol qarab boqadigan bo'lsak 5 dan 16 qanday osti ustiga qanday 2 ni ko'paysam mahraj 10 bo'ldi shundaymi? 10 dan necha 32. Unda olsa qanday butun sonning chikiti keyinde 10'ға bölsam bir xona oldiga mangdi. 3,2. Mana solga qarab boqayli. 25 dan 4 shundaymi? Osti ustini qanday 4 ga ko'paysam necha bo'ldi? Maya 100 bo'ldi, maya 16 bo'ldi. Butun sonning chikiti keynida 10'ға bölsam bir xona oldiga mangdi, 100 ga bölsam-chi 2 xona oldiga mangdi. Bu chikit 0,16 deb bir narsa chiqdi. Unda olsa biz qanday qilganmiz? Oddiy kasrni o'nliq kasrga o'zgartirishning ikkinchi bir xil usuli qanday? Suratni mahrajga bo'lib o'ltamay qanday qilganmiz? Mahrajni 10, 100, 1000, ya'ni qanday 10 ning musbat butun son quvvati shaklida yozishga tirishdik ekanmiz. Unda olsa men qanday 10'ға bölsek bir xona, 100'ga bölsek 2 xona mangdi dedim shundaymi? Bunda bir narsa ko'rib boqayli. Masalan 2435 deb bir qanday 4 xonalik sonning birisi bo'lsin. Men qanday buni kasr holatida yozay? Masalan 10 dan bo'lsin. Unda olsa bu bir butun son chikiti mayada shundaymi? 10'ға bölsam qanday chikit nega bordi? 243,5 bo'ldi bu o'nliq. Bunda bir o'nliq kasr chiqdi. Shundaymi? Chikit oldiga bir xona mangdi. Masalan 2400 qanday 35 deb bir son bo'lsin. Men buni 100 ga bölgan vaqtimda bu keyindagi butun sonning en keyindagi chikit qanday 2 xona oldiga mangdi? 24 butun qanday 135 deb bir o'nliq kasr chiqdi. Agar 2435 ni men qanday 1000'ga bölsem-chi. 1000'ga bölsem bunun en keyindeki chikit 3 xona oldiga mangdi shundaymi? 2 butun qanday 1435 deb bir o'nliq kasr chiqdi. Biz bu xil shaklda qanday oddiy kasrning mahrajini 10, 100, 1000 qilish orqali texnik qanday o'nliq kasrlarga aylantira olamiz. Bu ikkinchi xil usul. Unda olsa bu xil taktika bilan ma'noni o'zgartirib boqayli. Masalan, osti ustini qanday 4 ga ko'paytgan vaqtimda 100 dan necha bo'ldi? 84.
Şundama 100'gə bölsəm 2 xana aldığımda bu çiket 0,84 deb bir onluq kəsir çıxdı. Mana ço bunu qanda 100 qılamayımız şundama. Onda olsa biz bunu qanda 1000 qılış qıtırsaq 5-gə köpəysəm neçə buldu? 1000 buldu ma 5. Üstə şundama addi kəsirin xüsusiyyəti qanda məxrəc və sürətə oxşaş bir sanı köpəysək bölsək nöldən başqa qiymət özgərməydi. Onda olsa bu yerdəki çikitini qarab baxayla təfsiliraq. 10'ğı bölsəm 1 xana, 100'gə bölsəm 2 xana, 1000'ğı bölsəm 3 xana aldığımda dedik. Şundama. Onda olsa 1000 bolğandan 3 xana aldığımda 1 xana aldığımda miyəkildi. Yeni 1 xana aldığımda 1 0 qoşub birimiz miyəkildi. Yeni 1 xana aldığımda 1 0 qoşub birimiz miyəkildi. Onda olsa 0,1000'də qanda 5 oldu. Miyədik çikit 1 xana, 2 xana, 3 xana şundama. Onda olsa çalı qalğan qismi qanda nöllərini tuluqlab bəsək buldu. Onda olsa 125'dən 2 degəndə qanda üstü astına qanda 8'ga köpəytgan vaqtimda 1000 buldu şundama. Üstücə 16'da. Onda olsa mayədik çikit qanda 1000'ğı bölsəm 3 xana aldığımsa 0,16'da. Biz adətdə qanda qılmıyız. Məsələn, bir türküm yazıb şundama. Məsələn 16'nın aldığı qanda bir türküm nöllərini qoyub, anondikin miyədik çikit 1 xana, 2 xana, 3 xana aldığımda. Hə, onda olsa onluq kəsirmiş bulurkən dep məqil şəkildə elvasaqmı buldu. Onda olsa addi kəsirini onluq kəsirə özgərtishni öyrəndik. Onda olsa onluq kəsirlərini addi kəsirə qanda aylandırırız. Avval biz bu onluq kəsirlərini bir oxub baxaylı. Mana qanda qoyumuz 0,10'da qanda 4. 0,25, 3,6, 1,25 şundama 1,25 2 qatım yazılıb qapdı. 0,64, 0,375, 0,5, 2,5. Şundama biz qanda oxugan bolsaq şunda yezish arqılıq nəhayət tezlam qanda addi kəsir çıxara alayımız. Onda olsa mən qanda oxudum 0,10'da 4 şundama. Onda olsa 10'dan 4 yazsam mı boldu? Andan diken qısqartıb qoyumuz. Aslı üstüne oxşaş bir sanağa bölünəmdi o əlbəttə. 2'yi bölsəm 5'dən 2 buldu. Mauço 0,125 şundama. %25. Aslı üstüne 25'ki bölgən vaxtımda neçə oldu? 4'dən 1. 3,6 dedim. Bunun özgərtişinin 2 xil yolu var. Birisi maqal şəkildə yazsaq buldu. 3,6. Biz bunu ügünüb qoğan şundama. Üstüdəki sürətini çıxırış üçün qanda 3'ki 10'nu köpəytib 6'nı qoşdum. Yəni 36 astıca 10 buldu. Qısqarsam ki 2'ye 5'dən 18. Ya ki mən baytinem dedim 10'ğı bölsək çikit qanda 1 xana aldığımda dedim şundama. 10'dan 36 maqal şəkildə yazvəsək mi buldu? Çünki çikit mayada 10'ğı bölgən vaxtında 1 xana aldığımda ekan. Onda biz 1,25 şundama. Məsələn qanda %125 yazsam çünki 100 125'ni 100'gə bölsəm keyindiki çikit qanda 2 xana aldığımda. Mana başqa usulda işləb baxaylı 1 qanda %25 şundama. Onda olsa yəni üstüdəki sürətini çıxırış üçün 1'ə 100'ni köpəytib 25'ni qoşma 125 buldu. Şundama qısqarsam 25'gə neçə buldu? Mayədə 4, mayədə 5 qaldı. 0,64. Onda olsa yüzde qanda 64. Aslı üstüne neçə bölgülü oldu? 4'gə bölsəm şundama. Mayədiço 16, mayədiço 25. Onda olsa 25'dən 16. 0,1000'də 375 dedim şundama. Onda olsa 1000'də qanda 375. Bula aslı üstü 125'ki bölündü. Üstüne qanda 125'ki bölsəm 3, aslını 125'ki bölsəm neçə? 8. Şundama. Biz bu aytda mana 8 köpəytib 1000 çıxarğan. Onda biz mana qanda oxuduq? 0,5. 0,10'da 4. 0,5. Onda olsa %5. Aslı üstünü 5'ki bölsəm 20'dən 1. 2,10'da 5. Şundama 2,10'da 5. Onda olsa 10'dan 25. Aslı üstünü 5'ki bölsəm qanda 2'dən 5 boldu. Onda olsa sual. Qanda matematikadagi barliq oddiy kasrlarni qanda suratni məxrəcə bo'lsa, mushuna o'xshash nəhayət chiroyli, yəni bir qancha xana chiqib to'xtamdi. Yəni qanda barliq oddiy kasrlarni o'nliq kasrga aylantirib bulamdi. Navbatda biz qanda boshqacha bir o'nliq kasrlarni ko'ramiz. Ha, unda bo'lsa biz navbatda qanda bir qancha tal oddiy kasrni o'nliq kasrga aylantirib boqaylik. Aylantirish uchun qanda qildik? Oddiy kasrning suratni məxrəcə bo'latdik shundami? Unda biz bo'lib boqay. Masalan, 2 ni qanday qilma? 3 ga bo'lma. 2 3 ga yetamdi? Yo'q, 70 qanday qilamiz? 0 qo'yib, chikit qo'yib, shundami? Bu yerdagi bo'linguchiga
0 birimiz. 20'ni 3'e bölsem 6, 6 kere 3 neçe? 18, elbetsem 2. Şunama yeni bir 0 verdim. 20'ni 3'e bölsem neçe? 6, 6 kere 3 neçe? 18, elbetsem 2. Yeni 0 verdim. 20'ni 3'e bölsem neçe? 6, 6 kere 3 neçe? 18, elbetsem 2. Ben bu xil şekilde qanda bölüversem qaldıq 2 qilaverdi, bu yerdan 6 chiqaverdi. Onda olsa bunun o'xshash qanda bölsek bir qancha xona chiqib to'xtamagan. Ya'ni qanda bir va yoki bir qancha tal xonasi qanda mushta takrorlanib, ya'ni davriylanib mangan o'nliq kasrlarni biz matematikada qanda davriylik o'nliq kasr deb ataymiz. Onda olsa buni yozgan vaqtda biz vatanda qanda 0.6 da yozib ustiga bir tal chiqit qo'yib qo'ydik. Ya'ni qanda bu o'nliq kasrning bu xonasi shunama davriylanib mangdi deganni bildiradi. Lekin Turkiyada buni qanda ustiga bir siziq tortib qo'ydi. Xabaringlar bo'lsin. Onda olsa yana birini bilib qo'yay. Mesela 16 ni 3 ga bölme. Onda olsa 16 ni 3 ga bölgan vaqtimda 16 ichida 3 dan 5 var. 5 ga 3 necha? 15 elbetsem 1. Shunama 1 3 ga yetmaydi, chikit qo'yib 0 birimiz. 10 ni 3 ga bölsem necha? 3. 3 ga 3 necha? 9 elbetsem 1. 0 berdim. 10 ni 3 ga bölsem qanda 3. 3 ga 3 necha? 9 elbetsem 1. Yani qanda bölsem mushta qoldiq bir qilaverdi, bu yerdan mucho 3 3 chiqaverdi. Unda bo'lsa biz buni qanda 1.3 deb yozib 3 ning ustiga qanda siziq tortib qo'yamiz. Turkiyada buni qanday shapkisi bor, shapkisi yo'q deb atab qo'ydi, shundaymi? Unda bo'lsa yana birini ko'rib boqaylik. Masalan 131 ni 99 ga bo'lib boqay. 131 bölüngen neçe? 99. 131 ning ichida 99 dan birisi bor, shundaymi? 1 kere 99 99 50 o'tmi. 1 yetmaydi, 1 o'tnab olsam 11 bo'ldi, yani 2 qoldi, shundaymi? 11 dan 9 olsam 2, 12 dan 9 olsam-chi 3. Unda olsa 32 99 ga yetmaydi, chikit qo'yib 0 birimiz. 320 ning ichida 99 dan 3 bor, shundaymi? 3 kere 99 necha? 297. Elbetsem necha? 23. Yeni bir 0 verdim. 230 ning ichida 99 dan 2'si var. 2 kere 99 qanda 198, shundaymi? Elbetsem 32. Qaranglar, men 32 chiqqanda shundaymi? 32 chiqdi yana. Onda 32 yani 0 versem qanda bunun için 99'un 3'ü var. Bu muşta 32 32 32 muşta ketidi. Onda bunu yozgan vaqtda qanda biz 1.32 bu ikki xonasi davrilanadi deb ustiga siziq tortib qo'yamiz. Yana qanda xulosa qilaman masalan. Qanda 1.68 Anın ikinci 7 kese bir onluk keser. Qanda muşta cheksiz kese biz bunu yozgan vaqtda 1.68 7'ni yazıp üstüge qanda bir siziq tortib qo'ydik ekanmiz. Unda bo'lsa bu xil tipdagi qanda davriylik o'nliq kasrlarni biz qanda oddiy kasrga qanday aylantiramiz. Buning uchun bir xil qanda formulasi bor. Unda bo'lsa A butun qanda B C D deb bir o'nliq kasr bo'lsin, shundaymi? Buniki C D keyingi ikki xonasi qanda davriylangan, ya'ni qanda takrorlangan bo'lsin. Biz buni qanday qilamiz? Xuddi mishada chikit yo'qdek barliq sonlarni qanda A, B, C, D'ni muşta küçürüp yazımız. Anadaki devrilenmeyen kısmı A, B'ni qanda elbetimiz. İki xonasini elbettim şunda ama. Onda olsa chikitga qaraymiz. Chikitdan keyin bir xona devrilengen bo'lsa 1.9, ikki xona devrilengen bo'lsa 2.9, chikitdan keyin devrilenmeyen bir xonasi bo'lsa uni qanda 0 birimiz. Onda olsa bu xil şekilde qanda davriylik o'nliq kasr oddiy kasrga aylanadi. Ko'rib boqaylik. Xuddi qanday chikit yo'q tek qanday qilamiz? Sonlarni hammani ko'chirib yozamiz. Davriylanmagan qismini elbetimiz. Chikitdan keyin bir xona davriylangan bo'lsa 1.9 birimiz. Ama 9 dan 3 qisqarsam necha bo'ldi? 3 dan 1 bo'ldi. Ikkinchi savol qarab boqaylik. Xuddi chikit yo'q tek qanday 52 ni yozdim. Shundaymi? Ana ikkinchi davriylanmagan qismini elbetimiz. Astiga chikitdan keyin bir xona davriylanibdi. 1.9 berdim. Shundaymi? Bir xona davriylanmabdi. 0 berdim. Unda bo'lsa 5 ni olsam necha? 47 shundaymi? 90 dan necha? 47 bo'ldi. Unda bo'lsa 12.4 shundaymi? 4 davriylanibdi. Unda bo'lsa xuddi mushu yerda qanday chikit yo'qdek qanday qilamiz? Biz bu sonlarni ko'chirib yozamiz. 124 yozdim. Davriylanmagan qismi 12 ni elbetimiz. Andan keyin chikitdan keyin bir xona davriylanibdi. Shundaymi? Unda bo'lsa 1.9. 12 ni elbetsem 112 shundaymi? Unda bo'lsa javobdan necha? 9 dan 112. Eng oxirgi bir savol. Unda bo'lsa 0.135 5 qanday qilibdi? Davriylanibdi, shundaymi? Unda bo'lsa xuddi chikit yo'qdek barliq sonlarni ko'chirib yozamiz. Davriylanmagan qismini elbetimiz. Chikitdan keyin qarab boqaylik. Bir xona davriylanibdi. 1.9, ikki xona davriylanmabdi. 2.0.
Onda olsa 13'ni elbetsem neçe buldu? 132'den 122. Şunama 135'ni 13'den alsam 122. 900'gü bölsem. Anan diken astı üst kısqıramdı o. Elbette kısqıraydı. Neçige? 2'ge bölsem şunama. Astı 450 üstüçü 61. Onda bolsa en ahırda bir tal mezmun kaldı. Onluq kesiri qanda devrilik onluq kesiri şunama ma'nıga o'xshash bir qancha xonasi qanda takrorlanib devrilanib mangan. Onluq kesir ve devrisiz onluq kesir deb ayrıldı ekan. Mesela biz qanda payni ko'rgan şunama çemberdan turaqliq iborat. Pay nechiga tangda 3,14 anandan keyinchi 159 anandan keyinchi 26,53 deganga o'xshash. Bu onluq kesirler qanday bo'ldi? Devrisiz onluq kesir. Yeni birini yazay. Mesela qanday kök 6 2. Bu nimaga teng bo'ldi? 1 butun qanday 414 213 56 deganga o'xshash. Mesela ikki tal örnek verdim. Bu ikki onluq kesir qanday kesirlar? Devrisiz onluq kesir bo'ldi. Onda olsa bugungi darsimiz qanday onluq kesirlar bilan tunishish mushiyada oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.